Samarqandda ariqdan oqayotgan suvni talashgan aka-uka voqeasi mudhish qotillik jinoyati bilan yakunlandi. Natijada uka o'z akasini ov miltig'i bilan otib, uning hayotiga zomin bo'ldi. Joriy yilning 12 fevral kuni soat 11:30 atrofida Samarqand viloyati Narpay tumani Xo'jakarzon mahallasidagi fermer xo'jaligi hududida uka ariqdan suv o'tkazish masalasida akasi bilan o'rtalarida kelib chiqqan kelishmovchilik sababli u bilan tortishib qoladi. Janjal vaqtida uka akasiga o'ziga tegishli bo'lgan ov quroli bilan bir marotaba o'q uzib, uni qasddan o'ldirgan. Sud tibbiy ekspertizaning dastlabki xulosasida marhumning bosh, yuz, bo'yin va tanasining bir nechta a'zolaridagi jiddiy jarohatlar uning o'limiga sabab bo'lgani ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan 12 fevral kuni Narpay tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi shaxs protsessual tartibda ushlangan. Uka bu qilgan ishi uchun qonun doirasida jazolanadi, ammo u bir umrlik vijdon azobidan qutula olarmikan? Sizlarga nima uchun ushbu voqeani ko'rsatdik? Bugun bir-biri bilan yer talashib, yuz ko'rishmas bo'lib ketayotgan aka-ukalarga mazkur holat dars bo'lsin.